Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun juda ham oson va masalliqlari hammaning uyida topiladigan, juda ham mazali va tez tayyor bo'ladigan pechene tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib idishimizga 250 grammda un, 180 grammda slivichniy maslo va ozgina ichimlik sodasidan qo'shamiz. 1 choy qoshiqda qo'shsak yetarli. 150 grammda shakar qo'shamiz. Ichimlik sodasini o'rniga razraqli ishlatsak ham bo'ladi. Bir dona tuxumni oqini qo'shamiz, sarig'ini yuzlariga surtish uchun olib qo'yamiz. Endi esa tayyorlab olgan kroshkamizdan ozginagina pechonemizni orasiga va yuzlariga sepish uchun olib qo'yamiz. 200 grammda smetana qo'shamiz. Smetanani o'rniga kefir yoki qatiq ishlatsak ham bo'ladi. Tabga qarab foydalanamiz. Yengil xamir qorib olamiz. Endi esa xamirimizni ozgina mushlab, keyin esa stol ustiga yoyishni boshlaymiz. Juda ham ko'p mushlamasligimiz kerak xamirimizni. Oddiy xamirdan yengilroq xamir qilinadi. Endi esa stolimizning ustiga ozgina un sepib yoyishni boshlaymiz. Bu orada kanalimizga yangi qo'shilganlar bo'lsa, albatta obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Juda ham oson narsalar tayyorlab ko'rsataman. Kanalimni video degan joyiga kirsanglar, hamma o'zingizga kerakli bo'lgan pishiriqlar, taomlar, hamma narsalarning retseptlarini topasizlar. Shuning uchun doimo videolarim birinchilardan bo'lib yetib borishni xohlasanglar, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va videoyimga bir donadan like bosish ham esingizdan chiqmasin. Rahmat hammaga kattakon. Qo'llab-quvvatlab, doimo like bosib, izohlarda aktiv bo'lganinglar uchun sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Endi esa boyaga olib qo'ygan kroshkamizni, yoyib olgan xamirimizni yuzidan sepib chiqamiz va xuddi shunday qilib o'rab olamiz. Endi o'tkirroq pichoqda xuddi shunday ko'rsatganimday qilib kesib olamiz. Ko'rib turganinglardek juda ham tayyorlash oson va masalliqlari ham unaqa ko'p masalliq ketmaydi. Asosan topiladigan mahsulotlardan tayyorlab ko'rsataman. Duxovkamizni yoqib qo'yamiz. 180 darajada qizib turishi kerak. Endi esa kesib olgan pechonlarimizni yuzidan bir dona tuxumni boyagi sarig'ini olib qo'ygandik. Oqini esa xamiriga qo'shganmiz. Sarig'ini yaxshilab surib chiqamiz. Sut qo'shmadim. Sut bilan tuxumni aralashtirib qo'shsanglar ham bo'ladi. Lekin sarig'ini o'ziga yana ham chiroyli bo'lib chiqqanligi uchun sut qo'shmasdan tayyorladim. Endi boya olib qo'ygan kroshkamiz bor edi. Orasiga qo'shgan kroshkamizdan yuzlariga ham sepib chiqamiz. Izohlarga, ya'ni kommentariyaga kim qaysi davlatdan turib kuzatayotgan bo'lsa yoki viloyatlardan turib kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shaxsan men uchun juda ham qiziq va esdalik bo'lib qoladi. Mana pishib chiqqan pechonlarimizni oralarini ham ko'rsataman. Juda ham og'izda eriydigan, mazali bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'rish esingizdan chiqmasin. Qanaqa chiqqanligini yozib qo'yinglar izohlarga. Kelgusi videolarimda ko'rishguncha o'zinglarni ehtiyot qilinglar, omon bo'linglar.